Yigit qizni jimgina kuzatardi. Umumiy do'stlar ko'p bo'lgani uchun ba'zan ziyofatlarda bir davrada o'tirib qolishardi. Shunday kezlarda yigit zimdan qizga termilar, ba'zan o'zini, ba'zan atrofini unutgan holda qizga uzoq qarab qolardi. Qizning ham yigitga moyilligi bor edi. Biroq yigitdan sado chiqmagani uchun suluv qiz javobsiz sevgini qalbining tub-tubiga ko'mgan edi. Bir kuni qizning uyiga yigit tomonidan sovchilar bordi. Kattalar yoshlarni uchrashtirishdi. Bir-birini pinhona sevgan oshiq ma'shuqning uchrashuvi sovuqqina kechdi. Juda kam gap va hissiyotlarini oshkor qilishdan uyaladigan yigit uchrashuvda qizni jonidan ortiq sevishini, muhabbatining isboti uchun uylanish istagini bildirganini ayta olmadi. Qiz uyiga qaytib, yigitning sovchilariga rad javobini bermoqchi bo'ldi. Sovuq va hissiz uchrashuv ko'ngilni abgor qilgandi. Ammo nimadir tiliga tushov bo'ldi. O'zlaringiz bilasizlar, dedi ko'zlariga ilhaq termilgan ona izoriga. To'y bo'ldi. Pinhona muhabbat otashida qovurilgan qalblar hayotga sho'ng'idi. Yillar o'taverdi. Endi ular tuyg'ularni bir-biriga izhor qilishdan andisha qiladigan oshiq va ma'shuqa emas, oila aravasini birga tortayotgan er-xotinlar edi. Nikoh rishtasi va farzandlar bir-biriga bog'lab turgan qutb. Yillar o'tdi. Farzandlar ulg'ayib, qiz ayolning qalbidagi ishq alangasi onalik muhabbatining qaynoq taftiga do'ndi. U eri uni sevmasligini, shunchaki unga munosib bo'lgani va ota-onasiga ma'qul bo'lgani uchun uylanganiga yillar bo'yi o'zini ishontirib yashadi. Bir kuni bolalarning bolalikda kiygan kiyimchalarini taxlab sandiqqa joylab qo'yayotib, eri har doim egnidan qo'ymay kiyadigan kostyumni cho'ntagidan ko'rinib turgan allaqanday matoga ko'zi tushdi. G'ayri-tabiiy qiziqish ustun kelib, turmush qurganlardan beri hech qilmagan ishi erining cho'ntagiga qo'l soldi va ko'zlariga ishonmasdi. Erining cho'ntagidagi mato o'zi bir necha yillar oldin bir dugonasining tug'ilgan kunida yo'qotib qo'ygani yaxshi ko'rgan ifori sepilgan dasturmolchasi edi. Beixtiyor dasturmolni burniga yaqinlashtirib hidladi va erining shuncha yil orasida faqat bir martagina uyalib, qimtinib tiliga ko'chirgan va o'zi ahamiyat bermay quloqlarining ostidan o'tkazib yuborgan. Aslida haqiqiy va asl muhabbat izhorini entikib esladi. Sizdan meni yaxshi ko'radigan hid ifori keladi.